sifatida deb. Xayrulla aka, sizga juda ham katta rahmat. Bu video orqali juda ko'p yoshlar kitob o'qishga qaytdi. Mana bugun sizni o'zingizni kuzatuvlaringiz natijasidan gaplashsak, siz mana bolalar kitob o'qimayapti degan fikrdasiz, adashmasam. Chunki sotuvchi sifatida bugun qanday fikrdasiz? Kitob o'qilish uchun birinchi bo'lib uyda kutubxona bo'lish kerak. Ota-onani o'zi o'qish kerak. Masalan, erkak kishining ilmi o'zi uchun deyiladi. Ayol kishining ilmi jamiyat uchun. Ilmli ayol madrasadir, u jamiyatni va xalqni tarbiya qiladi. Tarbiya qilish tug'ilganidan emas, ona qornidan boshlanadi. Nima uchun? Bu Yevropa olimlari tekshirib ko'rishgan, sinab ko'rishgan. Homilador ayol har kuni farzandiga ertak yetib beradi. Farzand tug'iladi, yana ertak yetishni boshlaydi. Ona bu ertakni bilaman deydi. Qanaqasiga bilasan desa? Ona qornidan. Nimaga farzandlarimiz o'qimayapti? Ota-onaga qiyos qilishadi. Agar siz farzandingizni yaxshi tarbiya qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni yaxshi tarbiya qiling. Agar siz kelib ishdan telefon o'ynab o'tirib turib yoki televizor tomosha qilib turib bolamga o'qing desangiz, o'qimaydi, u sizni qiyosingiz qiladi. Deni Didro ajoyib bir fikr gapirdi. Bizning jamiyatimiz o'zgardi. Bizda jamiyatimizda endi hurmatli insonlar boylar va zodagonlar emas. Bizda haqiqiy ilm egalari hurmatli inson bo'ldi. Mana shu video bu ko'rsatib berdi. Odamlarni charchatdi. Boyaga bolani ko'rdingizmi? U nima? Asosan bitta shaharlarni aytib beryapti. U keyin fikrlashi yo'q, nima uni majburlab. Talabalar shu orqali balki bolada ilmga ishtiyoq uyg'otish mumkin. Yo'q, ishtiyoq uyg'otish mumkin. Bitta yo'nalish berilyapti-da, ko'za emas, suv bilan to'ldirmang deydi. Talabalar shamchiroqdir, yoqishni o'rganing. Agar ularni yoqishni xohlasangiz, o'zingiz yonishingiz kerak. Media marketing marketing sohasida bugun kitoblarni zamonaviy tendensiyalardan kelib chiqqan holda targ'ibot qilish uchun zamonaviy usullarni qo'llash davri kelmadimikin? Bugun haqiqatda mashhur insonlar, yoshlarimiz aytishdi, mashhur insonlar turli mahsulotlarni reklama qilishyapti, lekin biz kitob reklamasini deyarli ko'rmaymiz. Deyarli ko'rmaymiz. Qanaqa fikrlaringiz qanday bo'ladi? Men shu bir joyga gapiraman, haqiqatan zamonaviy texnologiyalar deyildi. Men qizim 6 yoshda, kitob bilan qiziqtirdim. Kitobga uncha qiziqmadi. Haqiqatan keyin YouTube'ga yozib ko'rdim, YouTube'ga yozdim. Alfabet, harflar yor. Har xil bir chiroyli videolar bor, harflarni o'rgatadigan. Eng ichida yoqqani o'zimga ham yoqib qoldi. Raketa harflarni topadi, A, B, V harflarni topiradi, sekin raketa yasaladi. Oxirida raketa yasab bo'linadi. Uchishga tayyorlanadi. U topgandan xursand bo'ladi, uchganda men uni ko'taraman, xursand bo'lib ketadi. Demak, biz boshqacha usulga o'tishimiz kerak. Yo'q, yangi yo'nalishlardan ham foydalanish kerak. Zamon juda ham rivojlanib ketyapti. Kundan kunga, soat, minutga sayin zamonaviy texnologiyalardan ham foydalanish kerak. Men o'ylab ko'raman, ilm, zamonaviy ilm o'sha 3D formatlaridan foydalanishni boshlashadi. Haqiqiy tarixlar haqiqiy ko'rsatib beriladi maktab fanlarida. O'sha Yevropalarda qo'llanib olindi. Haqiqiy o'sha Jaloliddin Manguberdi, haqiqiy janglar aniqlari bolalarga juda ta'sir qiladi bu narsa. Ular zamonaviy ilmga o'sha kitobga yana qiziqib ketishadi shu orqali. Oxirgi marta qaysi kitob o'qidingiz? Assalomu alaykum. Olmos Umorbekov, Yoz Yomg'iri. Nostradamus kitobini o'qidik. Thomas Eriksonni Atrof to'la ahmoqlar degan ingliz tilidagi kitobini o'qiyapman. Anbiyolar qissasi. Esimda yo'q, to'g'risi hozir. Ishqibozmasman-da to'g'risi kitobga. O'qish kitobi o'qidik. Oxirgi marta o'qigan kitobim Kechki orasi. Yaqinda sotib oldik, Yashamoq degan kitobni. Hali tugatmadik, lekin endi yaxshi kitob ekan. Bolalarni kitob o'qishga qiziqtirish uchun biz kattalar nima qilishimiz kerak? Birinchi o'zimiz o'qishimiz kerak deb o'ylayman, chunki ota-onam uyda kitob o'qishadi va ularga qiziqib, biz ham shu kichkinalikdan kitob o'qib katta bo'lganmiz. Biz ularga motivatsiya berib, ularni rag'batlantirishimiz kerak deb o'ylayman. Kitob olib berish kerak ko'proq. Kattalarning o'zi ham kitob o'qib turishi kerak va suhbatlarni asosiy mazmuni shu kitoblar haqida, shu hayot haqida, kitoblardagi hayot haqida bo'lsa yaxshi bo'lardi, chunki oxirgi paytlarda oila davrasida asosan moddiy masalalar, ijtimoiy, maishiy masalalar ko'p muhokama qilinadi. O'zimiz ham ko'proq kitob o'qishimiz kerak, shuning uchun bizga qarab ular ham o'qiydi-da kitob. Ularni telefondan uzoqlashtirishimiz kerak. Kattalar o'zi ko'proq o'qish kerak kitobni. O'zi ko'proq o'qib, namuna bo'lsa bolalar ham o'qiydi. Bolalar kattalarga qarab o'rnak oladi. Chunki oldida kitob o'qisangiz, o'z-o'zidan kitobga mehr shakllanadi. Birinchidan ota-ona o'qish kerak. Yoshlik paytidayoq bolalarni kitobga o'rgatib borish kerak. Telefonga yopishgani qo'ymasdan, bolalar uchun mo'ljallangan bolalar kitoblari bor-ku, shulardan berish kerak-da, shularni o'qitib borish kerak. Men shuni deb o'ylayman o'zim. Yapon olimi aytdi-da, siz nima uchun zamonaviy kitoblarni o'qimaysiz? Zamonaviy kitoblar juda chiroyli, yaxshi ko'rsa.
yo'q, to'g'ri, men ham ishonaman zamonaviy kitoblarga, lekin men baribir davrlar sinovidan o'tgan kitoblarni ko'proq yaxshi ko'raman. Klassika. Aha. Robinzon Kruzo dunyoning ko'p farzandlarini kitob o'qishiga sababchi bo'lgan. Приключения Тома Сойера, Геккельбери Финна. Shunaqangi qiziq kitobki, bu kitobni o'qigan bola albatta kitobga kirib ketadi. U kirmasdan iloji yo'q. Amerika klassikasi hisoblanadi. Yana boya ustozimiz gapirdilar. Kitoblar bilan maqtanishni boshlamoqdilar. Bir ustozdan so'rashdi-da, nima uchun sizning shogirdlaringiz sizdan 10 barobar kamroq bilishadi, lekin sizdan ko'ra mashhurroq. Lekin siz ulardan 10 barobar ko'p bilasiz, siz undan mashhurroq emassiz desa, ustoz bir ajoyib gapirgan ekanlar. Nima degan ekanlar bilasizmi? Meni shogirdlarim bilinmoq uchun ilm oldilar. Men esa bilmoq uchun ilm oldim. Kitob bu bepul ustozdir. U hech qanday sizdan minnatdorchilik istamaydi. Kitob har daqiqa o'qigan saring senga donolik berib boradi. Kitob u jonlidir, miyasi bor, faqat usti teri qoplangan. Kitob u senga sirli narsalarni jim aytib beradi. Bizda har qanday muammo, insoniyatning har qanday muammolarini faqat kitob yenga oladi. Kitobni eng do'stimiz bilsak, jamiyatimiz, xalqimiz rivojlanadi. Kitobsiz hech qanaqa iloji yo'q. Agar bizning ayollarimiz vaqtlarini kitoblarga sarflasalar, yana Beruniylar, Ibn Sinolar va buyuk insonlar yetishib chiqishiga sababchi bo'lamiz. Rahmat. Oltinga teng fikrlaringiz uchun kattakon rahmat. Bugun mana shu soha yuzasidan, ya'ni kitobga bo'lgan muhabbat yuzasidan o'zimizning subyektiv fikrlarimizni va ekspertlarimizning munosabatlarini eshitdik.